Damazga yangilik chiqsa bu, kechalik videodagi boshqa bu. Bitta qo'yib ko'ring Damazga. Xo'p, Damaz mashinasi uchun deflektor yangichasi. Juda oson. Yoqib qolsa qolaveradi endi. Savdo pastligida mahsulot shunaqa o'tkazmasak nima qilib bo'lmayapti-yu? Mana. Qaysi go'zal? Bunisimi, bunisimi? Xo'p. Chiroyli ana. O'ynaydi. O'ynamaydi ekan. Yangi keldi, bugun keldi. Endi o'zim ko'ryapman. 480 ming. U boshqacha. Bu yangi keldi, bugun keldi. Hali uncha odam ko'rgan yo'q buni. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizga obuna bo'lib, bu videoni Damaz bor tanishingizga jo'natib qo'ying.